O'tgan uchrashuvdan ketdi. Ofsayd yo'qmidi? Turg'unboyevda yo'q. Ikkinchi qavatda uzatma va zarba. Voy, ko'ryapmiz. Bobur hozir yo'llayapti do'stlar. Navbatdagi hujum, ehtiyot bo'lish kerak. Raul Jimenez bilmaslik kerak-da. Endi chat tomonda tashkil etishyapti. Jaloliddin Masharipdan zo'r pas bo'ldi. Va urg'ur. Keyingi zarba. Gol azizlar. Azizbek Turg'unboyev tanaffusga jamoamizni uni zaxirada o'tkazgan. Ehtiyot bo'lish kerak. Yana Raul. Buni qo'yishmay. Ey. Top darvozaga kirib ketyapti. Borib urmadik xolos. Mana bu joyda to'pni uzoqlashtirib yuborgani. Uchtak chalindi, ruxsat oldi. Tepada. Va ajoyib! Gol kiritadi!